Biz hozir elektrovelosiped sotiladigan firmasidamiz, Velotoy nomli. Men sizni Sardor operator bilan tanishtiraman. Sardor. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Ishda nima qilyapsiz? Ish yo'q. Nima yo'q? Kam. Hozir xabaringiz yo'qmi? Biz uzun marketga yurganmiz. Hamza aka o'sha o'zbekcha klientlarimizni onlayn olishyapti. Rostdanmi? Ha. Ko'rsatasizmi? Qanaqasiga registratsiya o'tiladi? Hammasini tushuntirib o'tib ketsangiz. Uzun market ilovasi profil yo'tiladi. Pastda o'sha kirishni bosib turib, telefon nomeri qilinadi. Profil yo'tdi. Xo'sh. Tepadan qidiruvdan Velotoy deb qo'yish ko'rinadi. Bu firma nomi. Velotoy kirganda o'sha elektroveliklar bor. Rasmlar mana bizning elektroveliklarimiz. O'sha yerda bo'lgan hamma informatsiya berilgan. Elektroveligimizning bo'lgan xarakteristikasi, o'sha batareyka quvvatlari, necha kilometr yurishlari, qancha yuk ko'tarilishi, maksimal tezligi, dvigatelning quvvati hammasi ko'rsatib o'tilgan. Bu yerda o'sha narxlari ham ko'rsatib qo'yilgan. O'zi hozir 8.700 ga xarid qilsa bo'ladi. Uni 3 oylik, 6 oylik, 12 oylik, 24 oylik bo'lib to'lashlangan olsa bo'ladi. 3 oylik bo'lib to'lashda 3.248 mingdan chiqarib beryapti. 6 oylik bo'lib to'lashimizda 1.827 ming so'm. 12 oylikda 1.15 ming so'm. 24 oylikda 616.250 so'mdan. U olishadigan bo'lsa 4 kun ichida dastavka qilib olib borib berishadi 4 kungacha. Soni cheklangan, 30 elektroveligimizga qo'yilgan, o'sha 6 tasi savatga solingan, ya'ni sotib olishga o'sha odamlar harakat qilishyapti. Shu yerda hamma ma'lumotlar kiritilgan. Bundan tashqari biz ham o'zimiz orqali ham to'g'ridan-to'g'ri bo'lib to'lashga olishsa bo'ladi. Biz orqali to'g'ridan-to'g'ri bo'lib to'lashga 3 oylik bo'lib to'lashimiz bor. Bunda boshlang'ich $300 avans to'lanadi, keyin 3 oy mobaynida oyiga 2 milliondan to'lab yopiladi. Yoki bo'lmasa, kurerlar uchun maxsus bo'lib to'lashimiz bor. Aynan Toshkent shahrining o'ziga ishlayotgan kurerlar uchun boshida $100 zalogga pul qo'yiladi, keyin 26 hafta mobaynida haftasiga 400 ming so'mdan beri yopiladi. Agar shartnoma oxirigacha boradigan bo'lsa, zalogga qo'yilgan $100 pullar qaytarib beriladi, elektrovelik ham o'zingizda qoladi. Biz orqali yana haftalik, oylik ijaralarga olishsa bo'ladi. Haftaligini tushuntirib keting. Haftalik ijarada velik olishga kelishganda 500 ming so'm pul bilan kelishligingiz kerak. 250 ming so'm haftalik to'lov hisoblanadi, 250 ming so'm zalogga qo'yiladi. Pasport, doimiy yashash joyidan ma'lumotnoma, sudlanmaganlik to'g'risidagi ma'lumotnoma ham kerak bo'ladi. Bu ikkita ma'lumotnomani Mago sayti orqali bemalol yuklab olishsa bo'ladi, onlayn. Onlayn ham bor. Agar programmaga tushunishmasa, любой bitta yagondarcha borsa, bemalol chiqartirib olishadi. Tushunarli. Agar borib qatnab yurib, olib olaman deydigan bo'lsa, o'zimizga kelishsa, bu yerdan o'zimizdan yordam beramiz. Sardor, yana bitta savol. Uzun nasiyada necha so'mgacha limit bo'ladi? Uzun nasiyada 25 milliongacha pul ajratib beradi. Bu o'sha odam ro'yxatdan o'tayotgan odamni kredit tarixidan kelib chiqqan holatda, qo'shgan kartalarda pul aylanish, mablag' aylanishiga qarab summasini limitdan chiqarib beradi. Ofis qayerda joylashgan? Ofisimiz Shotursuveli ko'chasi, Yakkasaroy tumani Shotursuveli ko'chasi 7-uyda. Ertalabki soat 9 dan kechki soat 6 gacha bemalol kelishsa bo'ladi. Bo'ldi, hammani kutib qolamiz tagda. Kutib qolamiz. Charchamanglar, salomat bo'ling. Mayli. Rahmat. Okalar, biz YouTube kanalida ham bormiz. Like bosinglar, obuna bo'linglar, hamma ma'lumotlarni o'sha yerda aytib o'tib ketamiz.